Sizler dostlar yaxshi tutinglarmi? Bugun yana sizlarga qisqa bir nayt ahamiyatli bo'lgan yaxshi hikoyani men olib keldim. Oxirigacha anglashinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Yurak berib qo'yishni unutib qolmanglar. Chunki doim nurg'un do'stlarim faqat ko'rib qo'yishlar, hatto yurak bermaydi. Yurakinglarning birisi meni bek suyundirdi do'stlar. Ondan sonra hikoyamni başlay. Bir kuni o'sha bir tiyin demdi. Bu tiyin ormanlıqның içinde yuradigan bir hayvanda bu. Bu tiyin bir kuni izib kelib Afrikaning bir çöllük bir yeriga berib qoldi. Afrikaning. Şuna bilan on qaraydi ekan, so'ng qaraydi ekan, bu izib qoldi-da, bu ormanlıqdan chiqib qoldi. Shuna bilan bir vaqtda qarasa bir Kaplan demdi o kamda. Jırtqış bir hayvan, kaplan deb bir hayvan var. Şu kaplan jıraqdan bu tiyinni ko'rib qoldi ekanda. Ko'rib qilib, buning boshi jıraqdan asta va yiqilishgan, yiqilishgandan keyin bu tiyin sezgir bo'ldi ekan, bu tiyinning hayvan. Sezib qoldi ekan bir xatarining buning yiqilishib kelayotganini. Shuning bilan bu qarab kaplanning qaysi tarafdan o'ziga yiqilishayotganini bilib, bunda qaraydigan qarshi kaplan aytnayt o'mlab asta kelayotgan. Endi bu qachay deb o'ylaydi ekan. Qaysa o kaplanni bilimiz tez yuraydi, 100% tutib oldi buni. Shuna to'xta. Men bir kallamni shiltaydi. Bunda qarasa atroflarda shu ustixonlar yerimiz tıkan qilib hayvanlarning o'liklari keyin xullas bir yerim yeyilib ketgan hayvonlar anandan keyin qaplan yegan bo'lishi mumkin. Ularni işte bir o'lik yotgan boshqa hayvonlar baki bu yerda. Bu ashning orasidan tanlab eng yo'g'on o'lik hayvonni qishirib beriblar. Ashya turiblar. Ustixonni minib og'ziga tiqibdi-da. Tiqib qaplan yaqin kelgan vaqtida bu gaqibdi. Zali qaplan go'shti yaxshi, qaplan go'shti tatli deb anglaydim, lekin manda tatliqligini uqmabdim menga. Haqiqatan tatliq ekan. Yana bir qaplan tutib yegim kelyapti deb bu yoqqa qarayotganda, qaraganda qaplan anglab qoldik. Uduqib ketdi ekanda bu. Nimdeydiğanım o da şu zaman eşyada qo'rqib bu derhal qaçdı ekan, kechkisiz ekan. Buni egiz bir daraxtning to'pida bir maymun qarab o'tirgan ekanda, abayta bo'layotgan voqealarga. Qarab, hammashni fuqibdi bu maymun. Aning tiyinning usta izi qilib qolganini, qaplanning jaraxtini hujum qilmaydigini, tiyinning kallasini shiltib, qaplarni qo'rqitib, hammani ko'rib turgan maymun insonlardan bag'oyliq bir kuchli bir odamlarga bizlar qo'laqchilik deb qo'yamiz endi. Ashta qiz kelib qolsa deb berib, qechib ketgan qaplarni izlab berib keldim debdi. Qaplanka yuzim to'kdi debdi-da. Nim bo'ldi? Yarash yuzim to'kib qo'ydim haqida. Men mana deb o'ylamagan sen. Nim bo'ldi degandiki, ay tiyin ahmoq bo'lib ketib qoldi. Qarab turdim tepada. O sendan qo'rqdi debdi. Seni ko'rib tipirlab ketdi, ammo ashada bir qo'rqitay buni deb azroq kaldisi gap bilan sizni yasab ketib qoldi ekan. U uni yegani qaplan emas. Asha yotgan bir o'lik bu. Sen xalsa uçup ketib qolding buniki degan qaplanning 80 ga chiqadigan bu mina tepamga berib tutman qilib aytamiz. Meni ahmoqligida gapirmawa. Mina deb minib tiyinni qishirgani bor ekan. O cho'llik qo'yamdi. Tiyin da tusa qarshi qaplan maymunni mangizib jiraxtdan kiyotganda shundan bilan bu yana kallasini shiltadi ekan. Tavba o'tirib, ashkisi yaqin kelgan vaqtida bu nimda aytgansan? Zadi maymunga ishonmaydim dedi.
Zada maymunga ishonmaydi. Ikki qoplarni aldab akab bermadi deb birini akeldi, hozir yana birini akelmadi deb ketib yo'qolib ketdi. Zada shu ikkinchisi ig'ir keldi buningga. Ya ikkinchi qoplarni topolmatamdi deyotgan, degandiki. Qoplan, hey bu aldam qoldi-ki bu to'zoqqa deb maymunni silkib, yani tikib yurganda. Endi bu bir endi ve ayvonlar orasidagi men misol deb aytgan bir hikoya. Buningdan nayt oddiy bo'lgan, oson bo'lgan bir fikrdan tushunib olgan bo'ladi. Buningdan nimani tushunib olamiz deganda, biz qo'rqqan vaqtimizda ma'lum bir insonlardan ma'lum bir bizga yomonlik qilishni o'ylayotgan, bizning kuchliroq bo'lgan bir insonlar yo'liqib qolgan vaqtimizda birinchidan o'zimizni sakin tutishimiz kerakdi. O'duqmasligimiz kerakdi. Ikkinchidan gapni nayt o'ylashib gap qilishimiz kerak. Ba'zi vaqtlarda shu insonning o'zining ayusi bilan o'zini qo'rqatgani bo'ladi shu. To'g'rimi, xatomi? Shuning uchun o'sha gap qilgan vaqtida nayt o'ylashib gap qilishimiz kerak. Bu gap nayt muhim narsa hamda masalan insonni xar qildigan eg'iz deb qo'yamiz. Boy qildigan eg'iz deb qo'yamiz. Insonni shukur martaga achqadigan shu og'iz. Tuvan holat tushirib qo'ydigan shu og'izdan chiqayotgan gaplarda hamda. Bu gap qilish, ya'ni ifodalash, so'z qobiliyat degan narsalar va har qanday insonda bor narsa bu-ku. Har qanday insonda bor. Buni bir yerda meningcha o'zimning ko'z qarashim bu o'rganish so'z qobiliyatini bilaga o'rganilmaydi. Adam inson o'zining qalbisidagi narsani o'zining nayati haqiqiy ras bo'lgan hissiyoti bilan ifodalab berarsa, bu so'z qobiliyati yaxshi bir inson bo'lib chiqaveradi. Endi shu oxirida do'stlar eng muhim gapdan birini sizlarga eskartib qo'ymoqchi. Shu bir mang'iliqqa jiq do'stlar siz shin qildi emasmi? Ba'zi do'stlarimiz deydi, "Mushta meniki menda bir hikoya botdi. Mush hikoyani siz orqali so'zlab bergan bo'lsangiz, yo bo'lmasa anglab baqqan bo'lsangiz hikoyamni." Yana ba'zi do'stlarimiz aytdi, "Mening haqiqiy ko'zimda o'tgan bir ish botdi. Anglasangiz cho'qim ta'sirlansiz" deb menga behchiq keldi-chi bunda qo'l yozmalar. Endi dal shundoq hikoyashunos o'zida hikoya bor, o'zida mazmun bor, o'zida nayt beshidan o'tgan ta'sirli bir ishlar bor, nayt ahamiyatli bir voqealar bor do'stlarga nayt yaxshi bir fursat kelibdi. Bu qanday fursat deganda, shu Shanxay Atlantis madaniyat taqib shirkati bilan Xinjiang IOS so'chaklik shirkati birlashib, bular Xinjiangliklar subsi ovozli asar musobaqasidan birini bular o'rinlashtirib turadi. Bu musobaqaning men yoqtirgan, narini yoqtirib qoldim desanglar, cheklamasi yo'q ekan. Mayli sizdagi bir she'r bo'lsin, mayli sizda bir hikoya bo'lsin, mayli sizda bir rast bo'lgan voqea bo'lsin, qatnashsa bo'laveradi ekanda. Bu najvaqni menga menda bir hikoya botdi, meni anglab beqing, menda bir uchta bir bo'lgan voqea botdi, anglab beqing degan do'stlarimning hammasi qatnashsa bo'ladi-da. Buningki yaxshi bir yeri mening sizlarga bo'lgan beradigan tavsiyalarim hikoyalarni ham har bir insonning o'zining hikoyasi bo'ladi-ku, masalan, beshida o'tgan voqea bo'ldi. Eng o'zinglarningki hissiyotinglardan chiqarib turib, tayyorlab turib, mush musobaqa qatnashsanglar, birinchi bo'lish ehtimolligini nayt yuqori deb changlayman endi. Eng muhim yeri bu musobaqadagi mukofotlar bak katta ekanda. Birinchi bo'lgan odamga 10 ming mukofot berilgan. Hamda eng oxirgi hal qilish musobaqani shu butun diyorimizda insonlar ko'rib turadigan holatda, butun Xinjiang ko'rib turadigan holatda naq maydon ko'z chiqilib hal qilish musobaqani naq maydon ko'rsatadigan. Hisobda bu musobaqa qatnashish orqali birinchidan o'zingizni bir bilalaysiz. Siz zodi o'sha til qobiliyatingiz qanchalik? Hammamizning til qobiliyati bor. Mush bir fursat do'stlar. Mush musobaqaga qatnashib, o'zingizning bir til qobiliyatingiz qanchalik shuni bir bilinglar birinchidan. Ikkinchidan,
bu musobaqa qatnashib taqdiringlar o'zgarib ketishi mumkin. Chunki hal qilg'ish musobaqasiga kirib qolsanglar, butun Shinjongdagi do'stlar ko'rib turdi emas, o'zlari kimning birinchi bo'lganligini. Agar birinchi bo'lib qolsanglar, tunilib ketdinglar degan gapning uchun hozir tunilish taslish kutib qolgan vaqtida eng muhim gapni deb beray. Hamdi do'stlar, bu musobaqaga qanday qatnashimizni desanglar, men hozir sizlarga shu musobaqaga qatnashadigan öndidar nomerdan birini deb beraman. Shu nomerni qaytib, shu yerdan tizimlasanglar bo'ladi. 181 40 92 51 22. Yana bir qaytam deb beray. 181 40 92 51 22. Çoxum özənglarni bir sınab yapınlar. Muşu musabaqa qatnashib, özənglarning haqiqiy hikoyalarini bir so'zlab, bilimligini olmaydi. Bütün diyarimizdagi do'stlarimizni hayron qoldirib o'tish mumkin, ta'sirlantirib o'tish mumkin. Çoxum qatnashib, özənglarni sınab yapınlar. Rahmat sizlarga.